Men bu narsani ko'ribchi, men jinni bo'lib qoldim. Mana buni qaranglar. Gilamni shundoq orqasida mana shu chip joylashgan ekanda, o'zi ko'rsatib qo'ygan. Akalar, bu chip nima qiladi desanglar, qaranglar, Masjidul Nabaviyda 25 mingta shunaqa gilamlar borda. Bu chip ichida GPS bor ekanda. Mana shu gilam joydan chiqib ketish kerak emas ekan. O'sha o'zini o'rnida turganligini ko'rsatib turadi. Chiqib ketsa, sirazi ogohlantirar ekanda. Mana shu gilam oxirgi marta qachon yuvildi, qachon yuvilmadi, o'shalarigacha ko'rsatib turar ekan. Bu gilam eskirdimi, eskirmadimi? Necha yil bo'ldi, qancha vaqt turibdi, hammasigacha esib turar ekan. Hol qolsa bo'ladi. Qarshi hozir men eshitib hayron qoldim. Ma'lumot qiziq bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'ying. Inshaalloh sizlar ham shu joyga kelinglar. Abdushi duo qildim. Madinaga kelmoqchi bo'lgan do'stlarga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Menga obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa zo'r videolarni ko'rib turasizlar.